Assalomu alaykum Jak Farg'ona obunachilari va mijozlarimiz. Xudo xolasa bugungi obzorimiz o'ta bomba bo'ladi. Sharoitni ko'ryapsizlar, shuni vobshe dahshat. Tabiatimizga ko'z tegmasin. Osmonimiz musaffo. Xudo xolasa bugungi obzorimiz Jak X200 Bartoy modeli bo'lib o'tadi. Ko'pchiliklar aytishlari mumkin, "Sizlar jinnimisan? Nimaga bunaqa qilib olib chiqib qo'yding?" deyishlari mumkin. Biz real obzor tarafdorimiz, ya'ni qo'shimchalar qo'shmasdan, boshqa qilmasdan shuni jivoy kontent qilib olamiz. Xo'p, do'stlar, ko'rib turganlaringiz Jak X200 Bartoy modeli. Tashqi kuzovini endi ko'pchilik biladi, gapirib o'tirishimiz shart emas. Xo'p, birdaniga ходовой sistemasi oldi amortizator, orqa amortizator resor bo'ladi. Oldi balonimiz 15 razmer, orqa balonimiz 13 Cherokee, albatta qo'sh balon. Xo'p, bakimiz sig'imi 65 litr, naqd 65 ta benzin yoqilg'isini oladi. Xo'p, kuzov razmeriga, bort razmeriga keladigan bo'lsak, 3.11 ga 1.76 razmerda naqd 9 kubalik bo'ladi. Ko'rib turganlaringdek, zapaska balonlari mavjud. Bitta 15, bitta 13, ikkitadan zapaska balonlari. Xo'p, do'stlar, mana ko'rib turibsizlar, mashina qiyalikda o'zini qanaqangi ushlab turibdi. Ya'ni real otziv sizlar uchun bemalol mashina shu qiyalikda, uzoqdan ko'rsatyapsiz, mashina shu qiyalikda hech qanaqangi muammolarsiz bemalol olib chiqdi. Endi bu yerda ko'laganning sababi buni orqasi yengil bo'ladi. Shuni hisobiga оборотni bag'dan qo'shsangiz yengilligini hisobiga balonni aylantirib yuboradi. Agar 2,5 tonna yuk bilan yuklab chiqadigan bo'lsa, bemalol shu cho'qqiga olib chiqiladi. Albatta, naqd buni ichida Jak X200 modelining ichida 147 ta yapon otlari turibdi. Esdan chiqmaydi. Yapon otlari. Xo'p, ichkarisiga, ya'ni saloniga keladigan bo'lsak, saloni o'sha 3 kishilik bemalol o'tirib ketadigan sideniyalar va albatta bari ham mavjud. Xo'p, konditsioner, bokovой обогреватель, gidravlический rul va управление rul, albatta управление sideniyalari mavjud. Xo'p, bu obshukasiga keladigan bo'lsa, plastik va bokovой управлениялari va stiklopodъемниклari mavjud. Hattoki yuk mashinaga peshalka qo'yib o'tgan. Peshalka. Bu nima degan gap endi? Bu bizning klientlarimiz o'ylagan holda Jakka minnatdorchiligimizni bildirib o'tamiz. Xullas do'stlar, endi qisqacha obzorda ko'rib o'tdilaring. Bu mashinani batga olib chiqishimiz sababi ham bir o'zini bir yo'li bor. Buni kommentariyalarda yozib o'tinglar. Nimaga olib chiqqan, qanaqa, nima, kimga qanaqa obzorlar qilishimiz yoqadi? Kommentariyalarga yozib o'tib ketinglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Ko'rganda ko'rishguncha bunaqa muhit va bunaqa sharoitlarda.